bezgaltiringni ichidan mammang shunday tashqariga lapanglab chiqqaniga bizda Imon akamiz, Komil akamizga iymon bo'lish kerak. Ishonish kerak. Shunday chiqarasan mammangni ichidan mammangni. Yonboshga shunday qaratasan, uchini ko'rsatsang blok qilib qo'yishi mumkin. Bizga blok bo'lishing kerak emas. Biz tonggacha sen bilan sikishmoqchimiz. O'zingni mammangni o'zing deb 10 ta so'rasan. Koshki biz erkak biz qo'toq mammangdan sut chiqib ketsa. Yetmaydi-ku. Yetkazasan, u meni netto problema, dondiqcham. O'zingni mammangni o'zing so'rasan, 24 ta 7 azoblash xizmati bizga doim. Chap yelkasida shaytoni bor desam, bu 10 yelkasida ham shaytoni bor ekan-ku buni. Hamma joyda shayton bor. Men shayton boshqaradi. Ikkinchisi, qarashu. Birinchi, yaxshilik, dondiqcham. Ha, yaxshilik. Ekranga qarab kerakmi yoki yonboshga qanaqa qilish kerak? Mammangizimda qo'lingiz bilan yopib chiqarganingizni biz ko'raylik. Ichidan chiqqanligini, uchini ko'rsatyapsiz, shartamiz. Shunday sal yonboshga qaraysiz-da, biz quloqimiz bilan yaxshilab yaqinlashib eshitib turamiz. Deb uchalarini shunday o'ynay yurib, shunday o'zingiz 10 marta po'qillatib berasiz. Ikkinchisi onasi emsa. Bizda onasini emsa butun yoniga bo'lmaydi. Sizda men haligi bir ikkita o'rtoqlarimdan so'radim. Yaxshi raqsga tushadi deb eshitdim sizda. Bizga raqsiz managidek alla degan kerak emas bizga. Bizga bo'lsin turbachani oldida yoki mana xolodilnikchangizni oldiga mana bunday ushlab olib, shunaqa seksualni kiyimda 2 minut striptiz o'ynab berasiz bizga. Striptiz mana bunday qilib striptizlarga tushib shunaqa bir bizni ko'nglimizni yangi boshidan ko'tarasiz, biz maza qilib o'rishimiz kerak. Ikkinchisi. Uchinchisi ham haromi bo'ladi. Biz o'zi haromi insonmiz. Uchinchisi ham haromi bo'ladi. Yangi-yangisi keling. Akalar, yangi-yangisi. Uchinchi shartim. Uchinchisi. Uyingizda xushday bormi? Sudya xushday. Xushday, shistoy. Nima deylar? Shistoy, bormi? Yes, no, xushday yo'q. O'zi xushday yo'qmi?